sintetik giyohvand moddalar bular chakish yo'li bilan kukun shaklida qabul qiladi va uni aniq dozalash imkoniyati yo'q. Ular qancha qabul qilayotgani o'zi farqiga bormaydi. Haftalab o'tirib qabul qilishi mumkin. Bu holatda insonning butun tanasi zaharlanadi, kuchli zaharlanadi. Va insonda demak ruhiyatidagi o'zgarishlar, markaziy nerv sistemasida o'zgarishlar, jigar yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi, endokrin bezlar sistemasiga zarar ko'rsatadi, bepushtlik holati keltirib chiqaradi. Hattoki bemorda bir umrlik oyoq qo'lni ishlamay qolish holatlari, nogironlik holatlari keltirib chiqarishi mumkin. Buni bemorlar o'ylashadi, men bitta qabul qilib tashab ketaman, xohlaganda bu shunaqa bo'ladiki, bitta qabulni o'zidayoq nogiron qilib qo'yish mumkin. Bundan tashqari giyohvand modda qabul qilganda ruhiy buzilishlar bor. Ya'ni ko'ziga narsalar ko'rinishi, tovush eshitishi va bunday holatlarda bu inson jamiyat uchun xavfli bo'lishi mumkin. O'ziga va atrofdagilarga tan jarohati yetkazishi mumkin. Ota-onalardan yagona iltimosim vaqtliroq har qanday xulq o'zgarishlarida mutaxassisga murojaat qiling. Kasallikni davolash uzoq muddatli, bizga yillar kerak bo'ladi. Undan ko'ra oldini olish, demak, foydaliroq deb hisoblayman.